Yer yuzidagi eng qo'rqinchli 10 ta attraksion. Hammaga salom do'stlar. Ozgina adrenalin kerakmi? Yo'q. Nafasing bo'g'zingga tiqiladigan bo'lsin. Xudo, yo'q, iltimos yo'q. Xuddi badaningda chumoli o'rmalayotgandek bo'lsin. O'tirgan joyingda ham seni titroq tutsin. Yo'q, kerak emas. Juda soz, chunki biz faqat siz uchun butun dunyodan eng zo'r va aqlga sig'maydigan attraksionlarni to'pladik. Shunday qilib, qo'rquvdan ko'zingizni chirt yumib, tayyorlanib turibsizmi? Unda ketdik. Video avvalida Expert Mediaga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu biz qilayotgan mehnatga munosib sovg'a bo'ladi. 500 futli ko'prik. Xitoy ahli ekstremal ko'priklarni yaxshi ko'radi. Siz shishadan yasalgan ko'prik haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. U har yili o'ta ta'sirchan sayyohlarni qo'rqitib yuboradi. Biz uning raqibini topishga muvaffaq bo'ldik. Tabiiyki, bu 300 metrli raqibidan ko'ra ancha kaltaroq. Lekin u yerdagi qo'rquv bu yerda ham bor va shu narsa odamni o'ziga tortadi. Ushbu ko'prikdan o'tishga qaror qilgan har bir odamni beliga bog'langan arqon himoyalab turadi. Bu ortiqcha narsa emas. Gap shundaki, ular 200 metr balandlikda yurishlari kerak. Ba'zan sakrashga ham to'g'ri keladi. Ko'prikka to'shalgan taxtalar oralig'idagi masofa har xil. 50 dan to 120 santimetrgacha. Oyog'ingiz ostida tubsizlik turganida yoki atrofni tuman qoplaganida 1 metrdan ortiq yerdan sakrab o'ta olasizmi? Bularni bari faqat videoda oson bo'lib ko'rinadi. Ba'zida balandlikdan qo'rqmaydigan sayyohlarning ham asabi dosh bera olmay qoladi. Bitta noto'g'ri harakat va pastga qulash mumkin. Uzoq uchishga to'g'ri kelmaydi. Himoya arqoniga rahmat. Aytgancha, ayrim sayyohlar ko'prikdan o'tishga qo'rqqani uchun sherigi bilan birga o'tadi yoki ko'prik ustida birga tosh bo'lib qotib turadi. Yana bu yerda poyafzalni yo'qotish xavf ham bor, chunki uni bog'lab qo'yishmaganda. Ekstrem. Las Vegasga kelganda kazinoga bir dasta pul bilan kirib, bir chaqasiz chiqib ketish yoki mashhur filmdagi mashhur sahnani qaytarish bilan asablarni qaqshatish mumkin. Lekin bularning bari sizni qiziqtirmasa va ko'nglingiz chindan ham qo'rqinchli narsani tilasa, unda yer yuzidagi eng ekstrem attraksioniga xush kelibsiz. Las Vegasdagi stratosfera binosining tomida bolalar arg'imchog'i bilan qiyalikdan uchish qorishmasiga o'xshab ketadigan qurilmalar o'rnatilgan. Pastda 264 metrli bo'shliq va Las Vegasning qoyilmaqom manzarasi namoyon bo'lmoqda. Bu yerda turgan odamning manzara haqida o'ylash xayoliga ham kelmaydi. Instagramdagi like'lar haqida ham unuting. Tomni chetiga mahkamlangan 8 ta o'rindiqli ochiq qurilma go'yo mustahkamdek bo'lib ko'rinadi. Ekstremal holatlarni yaxshi ko'radiganlar joyiga o'tirishi bilan qurilma joyidan shiddat bilan qo'zg'alib, go'yo relsdan chiqib ketadigandek tuyuladi. Xavotir olmang, attraksion vaqtida to'xtashga ulgurdi, lekin bu bekorga emas. U moslamani ko'tarib, keyin yana pastga tushirish uchun. Bu bir necha marta qaytariladi. Baqirmaslikka urinib ko'ringchi. Volcano boarding. Oddiy surfing haqida hamma biladi. Vulqonli surfing haqida-chi? Bu savolga shu zahotiyoq yo'q deb javob beramiz. Yo'q, bu tur ishqibozlari okeanning tizginsiz to'lqinlarini mustahkam taxtalarda zabt etishmaydi. Hozirgi ishni yer yuzining faqat bir nechta joyda amalga oshirish mumkin. Ulardan biri Nikaraguada, Leon departamentida joylashgan. Bu yerda surfing ishqibozlari Serra Negra vulqonidan pastga tushishga oshiqadi. Bu vulqonning balandligi 728 metrni tashkil etadi. 150 yoshli harakatdagi bu maxluq shu kungacha 23 marta atrofga olov sochgan. Vulqon oxirgi marta 23 yil oldin otilgan. Sovuq qora tuproq qatlami ostidan Serra Negroning qaynoq nafasi sezilib turadi. Ammo buni tekshirib o'tirishga vaqt yo'q. Ekstrem ishqibozlari metal yoki yog'ochdan yasalgan taxtalarga o'tirib, unga bog'langan arqonni mahkam tutib pastga sho'ng'ishadi. Qiyalik burchagi 45 daraja bo'lgan tepalikdan soatiga 86 kilometr tezlikda pastga yo'l olishadi. Aytgancha, tashkilotchilarning ta'kidlashicha, bunaqa musobaqalar paytida odamning yuz ko'zi ko'proq jarohat olarmish. Gap shundaki, qiyalikdan katta tezlikda tushayotgan odam changni ko'tarib, mayda toshlarni chetga uloqtirib o'tadi va tabiiyki, bu narsalar uning yuziga kelib uriladi. Shuning uchun og'izni ochmagan ma'qul.
ishtirokchilarining aytishicha, bunaqa surfingdan ular olam taassurot olarmish. Funes Beyki. Abbo, Amerika uchar tepaliklari. Aytingchi, buni nimasi qiziq? Xulosa chiqarishga shoshilmang. Funes Beyki ispan attraksioni o'ziga xos va noyobdir. U 2009-yilning avgustiga qadar Yevropada eng tezkor attraksion edi. Garchi bugun bu maqomdan ajralgan bo'lsa-da, hali ham ekstrem ishqibozlarni hayron qoldirish qo'ldan keladi. Soatiga 0 dan to 135 km tezlikka chiqishga nima deysiz? Bor yo'g'i 3 soniya ichida. Bu tezlik hatto qulash tezligidan ham oshib tushadi. 850 metr masofada ekstremal sport ishqibozlari xavfli tarzda engashib tunnelga kiradi yoki bo'lmasa ko'l ichiga tushadi. Oyoqlarni asrang. Aytgancha, bu attraksion ijodkorlari odatiy vagonchalar o'rniga harakatlanuvchi boshqa narsani loyihalashtirishgan. Odamlar tom ma'noda havoda uchadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Shuncha vaqtdan beri odamlar bu yerda qancha poyafzalni yo'qotdi ekan? Zip World Velocity. Tubsizlik ustidan uchishning o'zi juda qo'rqinchli mashg'ulot. Qo'llar ikki yon boshga mahkam siqilib turganda, bosh bilan oldinga qarab uchishga nima deysiz? Aytgancha, xuddi shunday ekstremal holatni Walesda, Buyuk Britaniyada sinab ko'rish mumkin. G'amxo'r instruktorlar sizni bir necha xavfsizlik kamarlari bilan bog'lab qo'yadi. Nimani ushlab turishni ko'rsatadi va endi siz odam emas, boshqa narsaga, tovushdan ham tez uchadigan raketaga aylanasiz. Yaxshiyamki, parvoz chog'ida temir qalpoq kiyish majburiy. To'g'ri, qarshingizdan birorta ham ustun chiqmasligi aniq. Baribir xavfsizlik nuqtai nazaridan kiygan ma'qul. Wales tog'lari uzra uchib o'tmoqchi bo'lgan har bir odamga maxsus ko'zoynak berishadi va ulardan voz kechish xato bo'lardi. Gap shundaki, ushbu attraksionda tezlik soatiga 161 km ga yetishi mumkin. Bu narsa ko'zlarga salbiy ta'sir qilishi aniq, ammo u yerdagi qoyil maqom manzarani ko'rsangiz edi. Afsuski, undan bahra olishga vaqt bo'lmaydi. Garchi masofa 1,5 kilometrga teng bo'lsa-da, parvoz 1 daqiqaga yetar-yetmas davom etadi. Mana katta tezlik nima degani? Terrordaktil. Har qalay kuchli sarguzash ishqibozlari hech narsadan qaytmasligini yaxshi bilsangiz kerak. Ular adrenalin izlab butun dunyoni kezishadi. Agar orangizda shunaqa odamlar bo'lsa, bir joyni ko'rsatishni istardik. Undan qo'rquvdan sochlar tikka bo'lishi aniq. Terrordaktil ushbu ko'ngilochar attraksiondan har tomonlama mamnun bo'lishingizga kafolat beradi. Ekstremal bu joy Coloradoning Manitou Springsdagi antiqa g'orlardan birida joylashgan. Bu yerda erkin qush kabi parvoz etib, ancha chuqur bo'lgan Williams darasiga sho'ng'ishingiz mumkin. Xo'sh, tayyormisiz? Sizni avval jarlik chetidagi balandlikka ko'tarishadi va keyin soatiga 100 mil tezlikda uchasiz. Sizni qo'rqitishlariga yo'l qo'ymang. U dinozavrlarning taniqli turiga o'xshab ko'rinishiga qaramay, diqqatga sazovor joy mutlaqo xavfsizdir. Chunki g'orga mahkamlangan sim arqonga o'xshash vositalar dodvoy qilib baqirayotgan paytingizda yiqilishingizga yo'l qo'ymaydi. Aytgancha, ekstremal parvoz chog'ida daraning manzarasidan bahramand bo'lishingiz va uning go'zalligini baholashingiz mumkin. Xo'sh, agar xushingiz o'zingizda bo'lsa albatta. Roller coaster zipline. Troll bilan Amerika tepaliklarini aralashtirsa nima bo'ladi? Keyin natijani o'rmonda o'rnatib, uni sayyohlarga ko'rsatish kerak. Aftidan roller coaster zipline paydo bo'ladi. To'g'ri, g'ayrioddiy bu attraksionda o'lim sirtmog'ini ko'rsatishning iloji yo'q, lekin usiz ham katta miqdorda adrenalin olasiz. Birinchidan, katta tezlikda harakatlanasiz. Ikkinchidan, atrofda daraxtlar bor. Bu attraksionda hech narsaga urilib ketmaslik e'tiborga olingan. Boshimda temir qalpoq bor deb o'zingizni tinchlantirishga urinasiz. Afsuski, hamma narsadan shubhalanib turgan miyani chalg'itish qiyin. Keyin katta tezlikda dam baland ko'tarilib, dam past tushadigan va sizni qattiq silkitib tashlaydigan joylarni ham hisobga oling. Uncha baland emas, uncha qo'rqinchli emas, lekin bundan oladigan zavqni hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Aytishlaricha, garchi barcha ehtiyot choralari bo'lsa-da, qo'llarni ochish juda qiyin bo'larmish. Bu qoyil maqom attraksion. Royal Rush Sky Coaster. Royal Rush Sky Coaster Colorado shtatidagi Qirollik darasi ostida joylashgan. Bu yerdan Arkansas daryosi oqib o'tadi. Attraksioner yuzasidan 30 metr balandda, dara ustidan esa 350 metr balandda.
Qo'rqinchli bu raqamlarni nima keragi bor dersiz? Gap shundaki, adrenalin olish ilinjida kelganlarni ko'plab sim va arqonlar bilan mahkam bog'lashadi. Keyin ularni maxsus mexanizm yordamida tepaga ko'tarishadi va keyin qo'yib yuborishadi. Eng kutilmagan daqiqada siz daraning naq tepasida erkin parvoz holatida bo'lasiz. Yaxshiyamki, baquvvat sim arqonlar ekstremal sport ixlosmandlarini qayg'uli oqibatlardan ehtiyotlab turadi va ular tezlikni soatiga 80 kilometrga yetkazib, tubsiz dara ustida parvozni davom ettirishadi. Aytishlaricha, bu klassik bungee jumpingni bir turimish. Shoshmang, chindan uncha qo'rqinchli emasmi? Rostdanmi? Vazinsizlikdagi parvoz. Har birimiz hech bo'lmaganda bir marta tushimizda uchganmiz. Uyg'onganda esa qaniydi shunga o'xshash hisni hayotda ham tuysam deb orzu qilganmiz. Lekin afsuski, Superman va shunga o'xshash qahramonlarning uchish qobiliyati hech kimda yo'q. Sizga bir sirni ochmoqchiman. Bilasizmi? O'sha xayoliy mo'jizalarsiz ham parvoz qilsa bo'ladi. Buning uchun samolyot modelini yasab, unda vazinsizlik holatini paydo qilish va bemalol uchish mumkin. Bunda hech qanaqa sehr jodu yo'q. Bu oddiy fizika xolos. Samolyot vazinsizlik holatini tutish uchun havoda tepaga pastga bir silkinib oladi. Shunda salon ichida qisqa muddatga barcha narsalar o'z vaznini yo'qotgandek bo'ladi. Unutib bo'lmaydigan hissiyot. Aytgancha, mashhur kliplardan biri shu taxlit suratga olingan. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tomosha qiling. U shunga arziydi. Huashan Glyphside Pass. Agar siz o'tkir his-tuyg'ularsiz yashay olmasangiz va adrenalinning yangi oqimini his etishni istasangiz, unda Xitoyning Huashan tog'idagi ekstremal attraksion aynan siz qidirgan ko'ngilochar joydir. Bu yerga butun dunyodan kelgan dovyuraklar qo'rqoq emasligini o'ziga o'zi isbotlashga urinadi va yana bu yerga balandlik xastaligidan xalos bo'lishni istaganlar ham keladi. Ishoning, agar ushbu tog' yo'li bo'ylab yura olsangiz, unda siz bunday mashg'ulotlarni butunlay unutasiz. Vertikal qoyalar bo'ylab yotqizilgan yo'lni bosib o'tish oson emas, chunki bu yerga panjara va to'siqlar o'rnatilmagan. Faqat qoya, taxtachalar, metal zanjirlar va tik tushgan tosh zinapoyalar bor. Aytgancha, agar siz attraksion xavfsizligi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, tashvishlanishga hojat yo'q. Har bir sayyoh uchun ehtiyot chorasi ko'rilgan. Xavfli tog' yo'liga tashrif buyuruvchilar oqimi yil sayin ortib bormoqda. Bu esa mazkur yerda xavfsizlik choralari ko'rilganidan darak beradi. Aytgancha, barcha fotosuratlar va videolarda ko'rsatiladigan temir zanjirlar toqqa yaqinda o'rnatib chiqilgan. Ilgari odamlar taxtachaga oyoq qo'yib chiqishardi. Ana o'shanda bu chindan ham xavfli edi. Qoyilmaqom gadjetlar, kelajak texnologiyasi, g'aroyib kashfiyotlar va texnika bilan bog'liq boshqa ajoyib yangiliklar Expert Media kanalida. Kanalga obuna bo'ling. Shunda yutqizmaysiz. Bugunga mo'ljallangan lavhalarimiz shular edi. Biz sizni kayfiyatingizni ko'tardik degan umiddamiz. Videoga like bosishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlar.